Hozircha ustozlar yo'q deysizmi? Ya'ni ustozlar O'zbekiston tizimida hozirgi maktab ustozlariga haydab qo'yish kerak. Albatta, ular qanaqangi bosim stressdan ishlaydi. Juda ham yuqori tashkilotda o'tiradi. Harbiy vaqt shunaqa taqsimot qiladiki, til o'rganishga ham, sportga ham, kitob o'qish, hamma narsaga vaqt topadi. Doim aytaman, ko'zingizni kattaroq oching, ko'zingizni kattaroq oching deyman. 10-sinfligingizda mana shu narsani yopib qo'yinglar. Mana milliy sertifikatlar barchasi yopilgan bo'lishi kerak. Lekin shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, o'g'il bola, erkak kishi o'zi qaror qabul qilishi kerak. Birinchisi intizomni yo'q, ya'ni intizomni qabul qila olmaydigan. Maktab va bog'chaga farzandni joylayotganda o'chirsiz qo'yib beradi. Harbiy tizimlarda o'zgarishlar juda ham yuksalib ketdi. Oddiy bitta misol bilan tushuntiraman. Misol uchun bizda umuman harbiy tizimlarda dron tizimi yoki bo'lmasa kiber jinoyatchilikka qarshi kurashda kiber xavfsizlik tizimi yuqori darajaga yetdi. Yana bir plyus tomoni bor-da. Unga uylanganlarga uy-joy ham beriladi. Ya'ni misol uchun uy-joy sotib olishda imkoniyati yo'q. Ularda masalan davlat tomonidan nechta katta miqdorda 60-80% to'lab beriladi. Masalan, Monde, ya'ni Tbilisibolda bunda 1 kun 2 kun o'tadi. 10 yil ishlaydi, 20 yil ishlagan muddat bosiladida pensiya chiqadi. Avvalom assalomu alaykum Shohruxbek aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Shohruxbek aka, bugun aynan YouTube va Instagram sahifamizda ko'plab kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz va undan tashqari shaxsan o'zingiz shogirdlaringiz tomonidan ko'plab berilgan savollardan biri, ya'ni bu harbiy sohalarda kelajagi bormi? Va kimlarga tavsiya berasiz? Harbiy sohada kimlarga tavsiya bermaysiz? Mana shu haqida birinchi savollar tuzib kelganman. Imkon bo'lsa, mana shu savollarga o'zidan kelib chiqqan holatda javoblarni berib o'tsangiz, juda ham o'quvchilarga ham, kuzatib borayotgan ota-onalarga ham juda ham ko'pchilik muxlislaringiz, hurmatli insonlar bor. Juda ham manfaatli bo'lar edi. Albatta. Assalomu alaykum barchaga. Qo'ldan kelgancha Alloh xohlasa javob beramiz. Xo'p, aka, bo'lmasa ana shu imkoniyat doirasida harbiy oliygohlar imkoniyatlari, afzalliklari va oddiy oliygohlar haqida umumiy ma'lumot berib o'tsangiz. Keyin savollar beraveraman. Endi misol harbiy oliygohlar biz bilamiz, hozirgi kunda O'zbekiston miqyosida 5 ta vazirlik tarkibida har bittasida tizimlarida harbiy oliygohlar bor. Misol bu Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti, Bojxona instituti, Ichki ishlar akademiyasi, Jamoat xavfsizligi universiteti va Davlat xavfsizlik akademiyasi. Endi ko'pchilik Shohruh aka nimaga XMQni qo'shmaysiz? Chunki XMQ harbiy oliygoh emas. Bu harbiylashtirilgan oliygohlar sirasiga kiritiladi. Harbiy oliygoh emas. Buni asosi, misol kazarma rejimi yo'q u yerda. Va keyin misol to'liq davlat granti asosida o'qitish tizimi ham yo'q. Pul to'lab o'qiydi? Albatta, kontrakt ham grant va kontrakt tizimlari mavjud. Tushunarli. Xo'p, demak birinchi savolni boshlayman aka. O'zbekistonda harbiy soha 2025 va 2030 yillar oralig'ida qanaqa rivojlanish kutilmoqda? Qanaqa kelajagi bormi o'zi aka? Kelgusi bir o'tgan yil ham yaxshi o'sgan. Misol uchun 2026-yildan 2027-dan olgan bo'lsak, harbiy tizimlarda o'zgarishlar juda ham yuksalib ketdi. Oddiy bitta misol bilan tushuntiraman. Misol uchun bizda umuman harbiy tizimlarda dron tizimi yoki bo'lmasa kiber jinoyatchilikka qarshi kurashda kiber xavfsizlik tizimi yuqori darajaga yetdi. Ichki ishlar akademiyasida o'tgan yildan boshlab alohida kiber xavfsizlik yo'nalishi ochildi. Prezidentimiz Farg'ona viloyati Toshkent viloyatining Roshan shahrida kiber universiteti ochildi. Alohida Prezident Farg'ona universiteti ochildi. Va aynan misol uchun bundan buyog'iga axborotlashtirilgan, avtomatlashtirilgan tizimlar kengaytirilib bormoqda va oldin bitta ichki ishlar tizimlarida bo'lsa, endilikda mudofaa tizimini har bitta oliygohlarda, oldin misol mudofaa tizimida harbiy aloqa instituti bor edi. Uni boshqa yo'nalishlarimizda boshqa institutlarda yo'q u narsa. Misol quruqlik qo'shinlari instituti ham aynan shu IT sohalari yo'nalishi alohida ochildi. Dron tizimi, harbiy xavfsizlik mudofaa universiteti alohida kompyuter tizimi tashkil qilindi. Ya'ni zamonga qarab harbiy tizim ham moslashib rivojlanib bormoqda. Har tomonlama ustun. Albatta. Shohruxbek, ikkinchi savolim, harbiy sohalardagi psixologik bosimlar, katta misol yuklamalar berilishi mumkinmi? Bu sog'liqqa misol qancha ta'sir qiladi aka? Ta'sir qiladimi, yo'qmi? Bosim har bir ishda, nafaqat harbiy tizimda, balki davlat ishida bor. Oddiy misol o'quv markazida bor.
Ya'ni bosim degan tushuncha. Misol, o'zim ham kerak vaqtda o'qituvchiga bosim beraman, o'quvchilarga ham bosim beraman. Ya'ni hali bizda shunday tushuncha borda, bosim bilan ishlaysan degan tushunchada faqat harbiyni tushunish kerak emas-da. Faqat unda emas. Albatta, davlat ishlarida, bank tizimlarida deymizmi, administratsiya umuman har qanday sohalaringizda bosim bor. Bor, ha. Endi harbiy tizimda to'g'ri, nisbatan ko'proq bo'lishi mumkin. U yerda chunki javobgarlik katta. Ya'ni sog'liq uchun deganimizda, misol to'g'ri qanaqadir charchoq yoki stress yoki asab tizimlari charchash mumkindir, lekin baribir ham ularda chunki mas'uliyat tushunchasini olsangiz ancha yuqorida. Oddiy bitta kichkina misol bilan tushuntiramiz sizga. Chegarada turgan bitta askar ozgina misol uchun erkin bo'lib, o'zini sal qo'yib yuborib yoki uxlab qolsa savol qanaqa hol bo'lishi mumkin? Dushmanga kirib keldi. Misol uchun tushuncha berish uchun yoki bo'lmasa endi solishtirma uchun misol bittagi bank xodimi misol o'tirgan joyida uxlab qoldi. Ikkalasi solishtirib ko'ring. Misol bu yerda yoki bo'lmasa ustoz dars olib kech qoldi. Ya'ni solishtirganingizda, ya'ni bosim, mas'uliyat tushunchasida baribir yuqorida. Tushunarli. Demak, hamma sohada bor. Albatta, bu hamma sohasida bor. Lekin bu har tomonlama sharafli va xalq uchun albatta. Misol uchun ustozlar tizimida yo'q deysizmi? Ya'ni ustozlar O'zbekiston tizimida hozirgi maktab ustozlariga haydab qo'yish kerak. Albatta, ular qanaqangi bosim stress bilan ishlaydi. Bolalar 35 ta bolani. Albatta. Yana u qarang, rahbariyatdan gap eshitadi, ota-onadan gap eshitadi. Bola tinch o'tirmaydi darsda. Bola yozda nimadir qilib qo'ysa ham, dam olish kunlari nimadir qilib qo'ysa ham javobgarlik hamma tekshiruv ustozga bo'ladi. Buni ham baribir hisobga olish kerak. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, stress bosim hamma ishda bor. Faqat balki solishtirganingizda unning orqasidagi natijaga qarash kerak-da. Navbatdagi savolim Shohruxbek aka, harbiy sohalarda kimlarga umuman tavsiya bermaysiz? Faqat to'g'risini ayting. Xo'p, buni bemalol aytishim mumkin, misol uchun. Birinchisi intizomi yo'q, ya'ni intizomni qabul qila olmaydiganlarga. Misol uchun kimdir erkin grafik yoki erkin hayot o'rganib qolganda, bularga tavsiya bermayman. Ikkinchisi, tavsiya bermaydigani bu sog'liq jihatdan qanaqadir muammolarga ega yoki jismoniy jihatdan muammolarga ega bo'lgan insonlarga. Uchinchisi, shunaqa tushuncha bor bizda, endi hozirgi yoshlarda ham shu narsani ko'p so'zyapman, ota-onasining gapi bilan qadrdashgan. To'g'ri, bu narsa asli to'g'ri. Lekin shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, o'g'il bola, erkak kishi o'zi qaror qabul qilishi kerak. Majburlab ularsiz. Uni ota-onasi harbiy bo'lishga majburlab olib kelsa, unga yo'q, uni qutiyman. Tavsiya ham bering uni harbiy bo'lishga. Yoki bo'lmasa, maqsadi obro', ko'p pul topish bo'lgan insonlarga ham tavsiya bering. Shohruxbek aka, navbatdagi savolimiz, ko'pchilik harbiy bo'lsang, ko'p narsadan mahrum bo'lasan. Misol uchun oilangdan, erkinligingdan, shaxsiy hayotingga ham ajrata olmaysan deyshadi. Bu qanchalik to'g'ri va qanchalik haqiqat? Yo'q, bu narsaga uncha qo'shilmayman fikrga. Nimaga? Misol uchun o'zimda harbiy tizimlarda ishlagan tanishlarim juda ham ko'p va ular qanaqangi rivojlanayotganlarini ko'rib turibman. Endi buni masalan aniq faktlarni keltiradigan bo'lsam, birinchisi, harbiy bu davlat tomonidan bemalol uylanish imkoniyatiga ega bo'lgan va yana bir plyus tomoni borda, unga uylangandan keyin uy-joy ham beriladi. Ya'ni misol uchun uy-joy sotib olishda imkoniyati yo'q. Ularda masalan davlat tomonidan necha katta miqdorda 60-80% to'lab beriladi. Qolgani oyligidan olinadi. Uy beriladi. Ikkinchisi, tekinga hattoki uy berilgan holatlar bo'lgan. Ko'p bo'ladi. Keyingisi, oilasiga yordam juda katta. Misol uchun o'qishga oliy ta'lim muassasasiga kirishda ota-onasi harbiy ishlayotganga kvota doirasida o'qishga qabul qilinishi. Keyin bolalariga ham beradi deysiz. Albatta, bolalariga o'sha kvota berilishi. Yoki keyingisi misol uchun o'zi uchun bemalol vaqt ajratishi, ya'ni oilasi uchun vaqt ajratolmaydi bemalol bayram boshqa kunlarda misol uchun ishdan bo'sh paytlarda. Endi erkinlik tushunchasida harbiylarda o'zini ustida ishlaganlarni juda ham ko'p ko'rganman. Bunda ko'proq bilasizmi, iroda degan tushuncha bor-da. Inson agar o'zi xohlasa, iroda qilsa, bemalol yapa oladi. Men shunaqalar bilaman. Juda ham yuqori tashkilotda o'tiradi. Harbiy vaqtni shunaqa taqsimot qiladiki, til o'rganishga ham, sportga ham, kitob o'qish, hamma narsaga vaqt topadi. Bizda shunaqa tushuncha bor, inson vaqti yo'q, bu bo'lmagan narsa. Ya'ni bu insonni ko'proq o'ziga bog'liq deb o'ylayman, baribir. Bu o'zim shaxsiy fikrim. Vaqtni to'g'ri taqsim qilish. Albatta, vaqtni to'g'ri taqsim qilish bu eng muhim narsa. Lekin mas'uliyat oshgan sari ish ham ko'payadi, shunga yarasha oylik ham qanaqa bo'ladi aka, oylik daromad? Misol,
Doim aytaman, misol bu organlar tizimida birinchi o'rinda oyligi zvanyangizga qaraydi, ish tajribangizga, amalingizga qaraydi. Shunga qarab oyligingiz oshib boradi. Misol kvartalniy degan tushunchalar bor. Umuman olganimizda bonus, premiyalar, bayramlarda juda katta premiyalar tashib beriladi. Harbiylarga. Har bir bayramda. Har bir bayramda bayram premiyasi bayram yo'q. Tashib beriladi. Qanaqadir harbiylarga imtiyozlar. Albatta, misol uchun bitta narsa aytaman. Ana oldin bu narsa bor edi. Mana mashina olib chiqayotgan shapka degan tushuncha bor-da, oldin bir paytlari. Harbiy narsa yo'q edi. Shunday behayoda olishadi, shapkasi shunday olib chiqadi. Yoki misol uchun harbiy ishlayotganlarga maktab va bog'chaga farzandini joylayotganda o'chirsiz qo'yib beriladi. Shunday olib kirib ketadi. Albatta, o'chirsiz, ya'ni muddatdan oldin chaqirib o'sha joylashtirib beriladi. Navbatdagi savolimiz, aka, ularda nimaga pensiyaga chiqish yoshi vaqtli? Bizda masalan 60-65 yoshda chiqsa nimaga Mana shu narsani hozir zo'r qilib tushuntirib beraman sizlarga. Misol tariqasida bitta organni misol qilib tushuntiring. Misol uchun ko'p harbiy tizimlarda oldin eshitganmiz, armiyada, chegarada 1 yil, 1,5 yilga, 1 yillik 2 yil tujolar bor. Ichki ishlar organlarida ham ishda ham xuddi shunaqa. Qaysidir sohalarda bir kuni 1,5 kunga o'tadi. Masalan, MONda, ya'ni TVSBOda bunda 1 kun 2 kunga o'tadi. Uni 10 yil ishlaydi, 20 yil ishlagan muddat bosiladida pensiyaga chiqadi. O'shani javob olish kerak. Albatta, xuddi shunaqa tushunadi. Sizga aniq real fakt. Tushunarli. Men pensiyaga chiqqandan keyin pensiyasi ham yuqori bo'lsa kerak. Albatta. O'sha o'ziga o'sha pensiyaga chiqqan paytda zvanya qaraydi. Misol zvanya qaysi darajaga chiqqanda o'sha paytda zvanya qilgan ishlarga ham qo'shimcha hisob qilib beriladi bunda. Bayramlarda ham har safar nima endi takliflar va albatta tabriklar bo'lib turadi. Keyin undan tashqari qarang, pensiyaga chiqqandan keyin masalan 40 necha yoshdan chiqishi mumkin hozir? Deylik, misol uchun mana bitta narsasi bor, bu narsani inobatga olish kerak. Harbiy oliy ta'lim muassasalarida o'qish muddati ular ish stajiga o'tadi. Misol uchun deylik, DXX akademiyasi 4 yil o'qish, 4 yil staj o'tsa o'sha plyus. Ishga kirasiz 5 yil bo'ldi. Siz 1 yil ishlaganingizda 5 yil staj yuradi. Zo'r ekan-ku. Ichki ishlar organlarida ham 3 yil, masalan, o'qish muddati 3 yil stajga o'tadi. O'sha ishlayapti. Shuning uchun ham bular voqif pensiya chiqadi. Tasavvur qiling, 3 yil staj oldingiz. Keyin anu ishga kirganingizdan keyin 1 kuningiz 1,5 kun, 1 kuningiz 2 kunga o'tgan joylar bor. Bunda o'sha shuning uchun ham yosh juda ham pensiyaga chiqib ketishadi. Pensiyadan keyin qanaqadir biznes qilib. Albatta, pensiyadan keyin bemalol chegarasiz, misol xohlagan ishni xohlagan ishni qilishi mumkin. Tadbirkorlik qilishi mumkin. Ko'pchilik ko'raman, yurist, tadbirkor, biznesmen, вообще zo'r. Navbatdagi savolim Shohruxbek aka, oddiy davlat universitetlarini bitirgan nomzodlar va harbiy oliygohlarni bitirib chiqqan nomzodlarda ikkalasini o'sish, nima deydi endi, oylik maosh va lavozim tomonlama o'sish kategoriyasi qay darajada deb o'z o'ylaysiz? Misol uchun qarang. Toshkent davlat yuridik universitetini bitirib keldi bola. Ichki ishlar o'rganishga kirdi. Endi ichki ishlar akademiyasini bitirgan bola ishga kirdi. Qani yuridik universitet bitirgan bola safdor o'qishga kiradi. Bu bola litsenziya o'qishga kiradi. Kelasida ham o'sish sur'atlari misol bir xil bo'lishi mumkin. Demak, 3 yilda zvanya oshishi shunaqa. Lekini bor. Ish zvanya oshishda amalda ham safdor xodim litsenziyat bo'lgungacha sizga aytaman. Serjant, serjant 3 yil, 6 yil va 3 yil esa 9 yil vaqt kerak. Oho. 9 yil oldindan bitirganda 9 yil oldindan ketadi. Ya'ni misol endi qanaqadir deylik, misol 7 yil guruhi, 7 yil, 6-7 yil oldinda yuradi. Endi va zvanya va amalda ham xuddi shunaqa. Misol uchun hech qachon akademiya bitirib kelgan bolaga misol u guruh komandiri yoki qanaqadir lavozimlar beriladi unga. Masalan, o'sha safdorlar ustidan rahbar yoki shunga o'xshagan narsa qilinadi. Agar oddiy universitetni bitirib kiradigan bo'lsa, harbiy safdor xodim bo'ladi. Oddiy safdor xodim ishga kiradi. Kontrakt asosida ishlaydimi? Yo'q, bu yerda misol uchun qaysi tashkilotga kirishiga qarabdi. Men harbiy xizmatni ko'rganman, kontrakt asosida o'qiyotganlarni ko'rganman. Masalan, serjant bo'lib ishga kiradi. Mana masalan, armiyaga borib kelib mudofaa tizimida ishga qolsa, serjant lavozimida ishni boshlaydi. Ichki ishlar organlarida safdor xodim bo'lib ishga kiradi. Shunaqa desam. Tushunarli. Xo'p, demak 3 yilda leytenant, yo'q, ketdi kapitan, 3 yil mayor yoki mayorgacha. Undan keyin magistrni ham malaka oshirish ketadi. Undan keyin o'sish kafolatlangan qisqasi. Yo'q, tezroq ketadi. Albatta. Endi muddatidan oldin o'sish sur'atlari ham mavjud. Bunda qanaqadir o'sha
deylik ishlarda ochib berilishida yoki mukofotlanishi shunga o'xshagan narsalarda muddatidan oldin berilishi mumkin albatta. Xo'p, navbatdagi savol bersam maylimi? Xo'p, navbatdagi savolimiz shunday iboratki, harbiy soha va xalqaro ish imkoniyatlari ham bormi harbiylarimizga bitirganlarga? Masalan, BMTmi, NATO kabi katta tashkilotlarda ham ishlasizlar bo'ladimi? Misol uchun xalqaro qidiruv bo'limi bor, Interpol deymiz. Interpolda ham misol Toshkent shahrida vakolatxonasi bor, unda o'zi akademiya bitirgan bolalar shu naqa ishlaydi organ sohasida. Ya'ni bu tizim bor bizda. Yoki BMTni terrorizmga qarshi kurash bo'limi bor. Ya'ni o'n misol uchun anaqa joylashgan Toshkent shahrida ham bizda bo'limi. Unda ham xuddi shunaqa. Ya'ni xalqaro tashkilotlar yoki bo'lmasa mana sizga Moskva ichki ishlar akademiyasi haqida boya gapirib o'tdim. Rossiya Federatsiyasi hududidagi birinchi shaharlarda joylashgan akademiyaning yo'nalishlariga bizga yuboriladi o'qishga. Malaka oshirish tizimlari bor. Bu narsalar bor. Demak, bemalol ichsizlar. Albatta. Aytmoqchi bo'lgan faqat harbiyni bitirgan odam faqat O'zbekiston harbiy sohalarida ishlaydi. Yo'q, misol uchun chetda bo'ladi deb o'ylaganlar juda ko'p. Yo'q, masalan, bor chet tilida malaka oshirishlar. Bizda ham shunaqa yo'l qo'yilyaptimi? Chet elda harbiylar O'zbekistonda o'qish. Albatta, misol uchun harbiy aloqa instituti tizimlarida ham xalqaro talabalar bor. Ulardan bizda kelib o'qiydi, bizdan loyiha o'qiydi. Qanchadir ma'noda ziyon emasmi O'zbekiston uchun sirlarimizni ko'rib bilish? Yo'q, ularda misol uchun endi ruxsat etilgan joyigacha-da. Misol uchun ruxsat etilgan joyi bor. Albatta. Maxfiylik darajasi bor. Qaysi darajasigacha ularga ta'lim berishimiz mumkin. Qaysida berilmaydi. Albatta. Chunki ular sochiq. Adashmasam, harbiy aloqa universitetiga borganimizda qaysi qismga hatto kameramizni biosyomka olmaydilar, Shohruxbek bu yoqda sezmaydi degan. Xuddi shunaqa. Tushunmasdan hattoki degan joylari bor edi. Albatta. Chunki endi ular ham o'qiydigan bo'lsa, qaysidir ma'noda shunaqa. Qaysidir aytayman, maxfiy darajasi qaysidir darajacha ochiq bo'ladi, kimyoga o'tilmaydi. Tushunarli. Endi hali ikki davlatlar bir-biri bilan hamdo'stligini, hamkorlikni oshirish maqsadida mas'uliyat qo'yilgan. Tushunarli. Xo'p, harbiy va davlat boshqaruvi, harbiy ofitserlar siyosat va boshqaruvga o'ta oladimi, o'tolmaydimi? Qarang, har bir, masalan, deylik, akademiyani bitirishda misol uchun jamoat xavfsizligi deysizmi, huquqni muhofaza qilish akademiyasi deysizmi, yoki ichki ishlar deysizmi, bojxona deysizmi. Endi bojxona sal kamroq bitirayotganingizda ish bozori bo'ladi. Ish bozorida salohiyatingiz bilimingizga qarab yuqori tashkilotga o'tib ketish mumkin. Endi ishlayotgan paytda ham hatto o'tib ketganlar ko'p. Ish davomida. Ya'ni boshqaruv tizimlariga juda ham ko'p olinadi. Masalan, o'zim guvoh bo'lganman. Akademiya bitirgan bolalar prokuratura administratsiyaga o'tib ketgan, davlat xavfsizligiga o'tib ketganini misol uchun. Va ular keyinchalik oliy maktabda 2 yil o'qib chiqib, boshqaruv organlariga, administratsiyaga o'tib ketganlar juda ham ko'p. Bu tabiiy hol narsa. Tushunarli. Endi umumiy holatdagi oddiy oliygohlar misol uchun ular haqida gapiradigan bo'lsangiz, qanaqa plyus minuslari bor? Shaxsan o'zim bitta oliygoh bitirishim uchun o'rtacha 3 yil tayyorgarlik ko'rganman, 4 yil universitetda o'qiganman va 7 yil, 8 yil umrim ketgan. Endi misol hozirgi mana bitta narsa aytaman-da. Statistikaga qarang, baribir bizdan shunaqa insonmiz, statistikaga qarab gapirsak, misol 1 yilda 100 mingdan ortiq bola bitiradi institutda. 100 mingdan ortiq. Shuni 50 mingni o'zini bitirgan sohasi bo'yicha ishni boshlasin. 50 ming boshqa sohaga ketadi, baribir aniq. Iloji yo'q deng. 50 ming odam boshqa sohaga ketadi baribir. Oddiy bitta kichkina o'xshatishda tushuncha. Endi siz harbiy oliy ta'lim bitirdingiz. 100% siz o'zingiz sohada ishga kirishingiz aniq. Agar masalan boshqa organga o'tsangiz ham o'zingiz mutaxassisligingiz bo'yicha o'tkazilasiz-da. Shunaqa tushuncha bor. Boshqa turdosh yo yonda soha bo'lsa ham albatta ish olib qolishadi. Albatta, bu 100% aniq. Bo'lib ham kontrakt masalalari shu bo'yicha solishtirib bersangiz. Misol uchun kontraktda endi harbiy oliy ta'limda tasavvur qiling, yotoqxonangiz tekin, format tekin, mahal ovqat tekin, o'qish tekin, yuqori stipendiya, shahar ichi transportlari tekin. Yana nima kerak deydi? Masalan, amaliyotga yuboriladi-yu, amaliyot yuborilgandagi ham tekin. Solishtirganingizda faqat zo'rda. Endi talabalar paytda ham shaxsan haligi universitetdan haydalib ketasan, mana xemis programmasi tushgan, vaqt yopmasang kontrakt qilib qo'yishyapti. Yo'q, shunaqa narsalar, misol, pravaga o'qitib beradi. Prava ham beradi. Pravaga o'qitib beradi.
imtihon topshirib kerak. Imtihon oxirgi imtihon topshirdi, lekin ular mana shu organda ishlab o'rganib chiqib oladi abi. Oladi. Shunaqa. Lekin bitta qiyinchiligi bor, aytmadingiz. Qaysi? Harbiy oliygohlar akademiyalarida imkoniyatni aytyapsiz. Qiyinchiligi nimasin? Uyga ketishim. Uyga ketishda, uyga kamroq borishi, uyga. Endi savol. Nima uchun oliy ta'limga kirasiz? Misol nima uchun kirasiz? Olib ishga kirish uchun. Ishga kirish uchun, to'g'ri. O'sha oliy ta'limga kirish uchun necha yil universitet ketadi? Taxminan 2 yil. O'rtacha 2-3 yil ketadi. 2 yil, ya'ni zo'riga kiraman siz misol uchun. 2 yil vaqtingiz ketsa, siz endi mana shu 2 yil vaqtingizni sarflab turib ish topish, ishga kirish maqsadida qilayotgan mehnatingizda bu yerda kelib ketish boshqa narsalarda nima ahamiyati bor deb o'ylayman. Masalan, harbiy oliy ta'lim muassasalarida har hafta ruxsat beriladi. Har haftasiga 9 soatdan o'rtacha 9 soat yoki 6 soat uvolniya chiqariladi. Borib har hafta. Bu tabiiy holat. Endi bitta narsa-da, lekin ana oxirgi bitiruvchi kursi bo'lganingizda почти ishingiz amaliyotda bo'ladi. Hamma harbiy tizimlarda bitiruvingizda to'liq amaliyotda bo'lasiz. Bu degani taxminan 2-3 yil kazarma deganda bor yo'g'i. Shundan so'ng bemalol albatta yursa bo'ladi. Tushunarli. Endi oldingidek haligi kattalar harbiy maktablarda armiyadagi bor tizim bularda ham bo'lgan bormi yo'qmi? Demberlar deganlar bo'ladi. Buni boshqarib, ish qildirib, yo'q. Bunaqa narsa yo'q. Kaltaklab deganda. Bu narsa 100% yo'q. Endi qanaqa misol uchun o'rtada qanaqadir gap talashib qolishlar yo boshqa narsa bo'ladi, lekin bitta narsa aytaman sizlarga. Har bir oliy ta'lim muassasasini, harbiyni o'rtasida ichki inspeksiyasi bor. Ushbu ichki inspeksiya talabani shu darajada asraydiki, sal ko'zi ko'karib yo biron jinoyat qilsa, sal chaqirtiriladi, rahbarlari chaqirtiriladi, guruh komandirlari chaqirtiriladi. Nimaga tag etmaycha qo'yilmaydi u narsa. Nima ko'karib qoldi? Albatta. Yana misol uchun ularda amaliyot uyga javob berilayotganda tibbiy ko'riklar tekin o'tkazib beriladi. Ular masalan davolanish tekin. Biron akademiyada kasal bo'lib qoldi, biron so'q qoldi. To'liq davolanish tekin. Bir eshitdim. Harbiy akademiya oliygohlar farqli harbiy joylar borki, shifokorlar eng zo'rlari. Albatta. Dorilar deb eng zo'rlari. Eng hamma narsasi ekan. Dori, darmon, davolash, analiz hamma yo'q ekan. Shifokorlar eng yaxshi topilgan ekan. Shuning uchun men buni oldin bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin hozir unaqa narsa yo'q. Bu aniq narsa. Gap yo'q. Zo'r. Xo'p, Shohrux aka, demak, umumiy holatda shaxsan o'zimga ham tushunchalar bo'ldi. Ishga joylashish masalalari bo'yicha imkoniyatlari, afzalliklari, grant asosida o'qishi, 100% eng qiziq ish bilan ta'minlashi bo'yicha keng miqyosda ko'plab ma'lumotlarni, statistikalarni oldik. Endi harbiy akademiyalar va oliygohlarga, akademik litseylarga kirmoqchi bo'lgan o'quvchilarga takliflaringiz va maslahatlaringiz. Mana ko'pchilik oldimga kelib savol berdi. Shohrux aka, qaysi harbiy oliy ta'lim tanlasam ekan deydi. Men aytaman, tanlov mana maslahat siz ayting deydi. Siz aytganingiz kelmaydi, yo'q deyman. Men senga tushuntirib beray, maslahat beray, sen tanlovni o'zing. Chunki bu tanlov butun hayotni o'zgartiradi-da. To'ppa-to'g'ri. Tayyorgarlik ko'rishda men doimgidek shu gap. Bitta narsa aytaman, harakatni 2 yilsiz eng kami 2 yilsiz bu narsa iloji yo'q. Men doim aytaman, ko'zingizni kattaroq oching, ko'zingizni kattaroq oching deyman. 10-sinfligingizda mana shu narsani yopib qo'yinglar. Mana milliy sertifikatlar barchasi yopilgan bo'lishi kerak. Keyin 11-sinfda bemalol bor keladi. Ko'rishga borib, albatta, bu yil mana sizlar ichki ishlar akademiyasida o'qishlayotgan o'quvchilarimda, hatto mudofaa tizimlarida, DX tizimida ham juda ko'plarida tibbiy ko'riklar uchun ketdi, uylariga kazarmamizda ham tibbiy ko'rikda uyga ketganda 2 oylab yo'qib ketdi. Qaytib kelganda bola 3 oy 4 oy bergan ta'limimiz bir tiyin. Qolib ketgan esa. 2 oyda 0 bo'lib qaytib kelyapti. Ya'ni yangidan o'qitish kerak uni. Shunaqa. Shuning uchun albatta, shuning uchun men aytaman doimda 2 yilsiz kamida tayyorgarlik ko'rish kerak. O'sha daradagi mol hollar yig'ishtirib, asli miyani fikri bir joyga qo'yib, bor fikrni, bor fokusni chiqarish albatta. Yo kim uchundir ishlaymiz, yo kim uchundir o'zimiz harakat qilamiz. Undan o'zimizga harakat qilamiz. Yaxshi. Shunaqa. Hop, Shohrux aka, aynan harbiy oliygohlarga o'z farzandini bermoqchi bo'lgan ota-onalar ko'pchiligi Toshkent shahrida emas va sizda hozirgi holatda faqat Toshkent shahrida xususiy kazarmalar maktabingiz bor, bilamiz va o'quv markazidan bor.
boshqa masofadan turgan ota-onalar harbiyga o'z farzandini bermoqchi, aynan siz aytmoqchi bo'lgan akademiyalarda o'qishini xohlashyapti. Va ko'pchilikda ichidagi bir niyati, men o'g'lim bo'ybasti joyida, sog'lom, miyasi butun, faqat to'g'ri yo'lga o'qib o'rgatib, shu sertifikat olish kerak. Qaysi oliygoh tavsiya bering va qanday siz bilan bog'lansak bo'ladi? Biz farzandimizni olasizmi? Talablaringiz qanaqa? Shu bu juda ham ko'p savollar. Shunga Xo'p, biz bu yilda ikkita yangilik qildik. Birinchisi 1-iyundan 9-sinf bitirgan, va 8-sinf bitirayotganlarni maktabga qabul qilyapmiz. Bularda imtihon qilib olinadi. Mana shu tizim qo'yildi bu yo'lga. Imtihon to'rtta fandan bo'ladi, albatta. Matematika, ingliz tili, bu aniq narsa, ona tili va tarix fanlarini qo'ydik. Nima uchun matematika? Bola karrani ham bilmayapti. Misol uchun. Shunaqalar. 10-sinf oldim kelgan bola, 9-sinf bola 9 yil umri bilmay qaytib o'tgan. Umriga achindim, karrani bilmaydi. Ikkinchi, nima uchun ona tili? Bola o'zini familiya ismini xato qilyapti. Nima uchun tarix? O'zimizda hattoki oddiy davlat ramzlarimizni, biz o'zbekligimizni, kimligimizni, qadriyashimizni, poytaxt hattoki viloyatlarimizni ham bilmaydi ekan. Mana shu narsalar qo'yildi. 4-sinf nima uchun ingliz tili? Alfabetni ham bilmayapti bolalar. Ya'ni misol ABCD degan so'zlarni ham bilmayapti. Ya'ni 10 yil umr ketgan. Unaqalarni 1 yilda chiqarib bera olmayman. Ota-ona ham qanaqa aytaymi? Kelgan ota-ona 8 yil, 9 yil bolasini o'rnini behush sarflaganda, bizdan 2 oyda nimadir mo'jiza kutadi. Shuning uchun bu eng zo'r narsa, kelgan bolani shuni ota-ona oldida ko'rsatib beraman. Mana bolangni ahvoli deyman. Endi mana ko'ramiz. Shuning uchun agar haqiqatdan qalbida niyat o'qishi borlarga mana shu quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Bemalol telefonda aloqadamiz va o'sha maktabini ko'chirgan holatda Kazara maktabimiz 100% hamma narsani ta'minlab beradi. Yotoqxona, kitob, hamma yo'g'ini ta'minlab beradi. O'qisa bo'ldi. Lekin oldindan aytib qo'yaman, baribir haydov tizimi bizda kuchli. Juda kuchli. Xudo xolisa, nima uchun bu narsa? Ota-onani umidvor qilish va oxiriga borgan payt og'irgarchilik, ortiqcha pul sarflash bundan ancha yiroqdamiz. Tushunarli. Rahmat. Xo'p, Shohruh aka, shunchalik vaqt ajratib, foydali ma'lumotlar berib o'tganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Kelgusi videolarda bundan ham foydali ma'lumot berib o'tasiz degan umiddaman. Xudo xolisa. Salom.